Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'qon shahar Hojirobod ko'chasi Dubay mahalla deb nomlanadi. Shu joyda 30 sotixli yer maydonga 8 ta 2 sotixli kottej, 8 ta xonadon savdoga chiqarganmiz. Dubleks hisoblanadi. Shu xonadonlarda birgalikda video obzorlarini ko'rib chiqamiz. Marhamat. Bu 2 etajli domlar hisoblanadi. Har bir qavati dubleks, o'zini podvali bor. Ikkinchi etajda 3-etaj mansardani qo'shib topshiramiz. Har bir kvadratda o'rtacha 240 kvadrat, bu yonbosh tomonimizdagi 100 kvadratdan 210 kvadrat. Bu umumiysi 30 sotixli yer maydonga, salkam 10 sotixli mahalla keng bo'lishligi uchun, parkovkalarga qulay bo'lishligi uchun hovli tomonimizga 9 metr oshiq ko'chaga haq tashlab berganmiz. Bu tomoni kvartira tomonimizga 15,5 metr haq tashlab berganmiz. Kommunallardan, gaz, svet, suv, kanalizatsiyalardan umuman muammosi yo'q. Pishiq qilib pishgan g'ishtdan qurilgan. To'lov turlari kelishilgan holatda 1 oydan 6 oygacha muddatli to'lovga ham kelishimiz mumkin. Joy egalarining raqamlarini qoldiramiz. Bemalol bizning nomimizdan telefon qilib, kelib ko'rib, ma'qul kelsa baraka qilishlari mumkin.